Xo'p, endi qarang. Asab bo'yicha ichakdagi muammolar, har xil holatlar bo'yicha ishlaymiz. Bizga tirigi bo'lsa bo'ldi. Qanaqa holatda boshdan qaytmasa, suvagimi, shumi, umurtqa pog'onami, sahrli diabetmi farqi yo'q. Insonni butun tanasini bitta vujud deb olgan holatda ishlanadi. Endi qarang. Allergiyaga nima qilsam bo'ladi? Yoki bo'lmasa anginaga nima qilsam bo'ladi degan savollar ko'p bo'lyapti. E'tibor bering, hozir men sanab o'tib ketaman. Kimi ichaklarida muammo bo'lsa, ya'ni shamollash bo'lsa, gaymarit, angina, nafas qisishi va allergik holatlar yuzaga kelib chiqadi. Kimi o'pkasida suv yig'ilayotgan bo'lsa, o'pkadagi suvni oldirishga emas, ichakdagi shamollashni bartaraf qilishga e'tibor qarasangiz, kimda o'pkada shamollash bo'lsa, albatta ichakda ham shamollash bor. Ya'ni kalavani uchi doim ichakdan boshlanadi. Kimi yuragida shamollash bor. 100% va'da beraman, u odamda ichaklarda shamollash bor. Kimi bo'g'imlarida shamollash bor, kimi qonida, kimi boshida shamollash chiqdi, kimi turli joylarda shamollash chiqdi. 100% mana shu shamollashlarning ildizi ichakka borib taqaladi. Ichakdagi shamollashni yo'qotish uchun juda ham sodda uslublardan birini sizga o'rgatish niyatim bor. Mana shu uslub sizga juda arzonga tushadi. Juda ham arzonga tushadi, lekin yillar davomida sizni qiynagan muammolarni bartaraf qilib beradi. Birinchi yo'nalish, qarang, hech qanaqa pul sarflamasdan natija olishingiz mumkin. Qanday? Assalomu alaykum, yaqinlarim, azizlarim, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Xonadonlar tinchmi? Yana xudo xolasa bugun sizlar bilan diydorlashyapmiz. Bugun boshqacharoq tabiat qo'yniga chiqdik, ha deb xonada o'tirish jonga tegdi. Bir ukalar bilan chiqib, bugun tabiatda aylanib, shu bahona sizlar bilan ham diydorlashni reja qildik, niyat qildik. Bir narsa ilhom berdi. O'zi bir oyda 2 kun qabul kunimiz bor. O'sha qabul kunida 200 tadan 400 tagacha odam bilan ko'rishamiz. Imkon qadar ularni ushlab qolmaslikka, ya'ni sanatoriyaga yotmaslikka, ularni uy sharoitida davolanishga tabiiy narsalar yozib beramiz. Mana shular anchadan beri shu narsa davom etyapti. Bu narsani tajribamizda juda yaxshi effekt berganligi uchun endi sizlarga ham ilinyapman shu narsani, kelish imkoni yo'qlar. Shu narsani, ya'ni qabulga kelish imkoni yo'qlar, shu narsani uy sharoitida ham qilishlari mumkin. Men eskidan meni taniganlar biladi, doim roliklar tayyorlagan vaqtimizda sizlarni sanatoriyaga jalb etish emas, imkon qadar bizga kelmaslikka targ'ib qilaman. Mana ya'ni uy sharoitida uydan chiqmagan holatda natija olishga undayman. Mana shu narsa biz asosiy uslublarimizdan biri. Ko'pchilikning hurmatini aynan mana shu uslubimiz bilan qozonganmiz. Ya'ni odam to'plash niyatida rolik tayyorlamaymiz, o'zimizga chaqirish uchun, ya'ni rolik tayyorlaymiz. Ya'ni bir gap bilan aytganda reklama uchun qilmaymiz roliklarni. Har bitta roligimiz sizning xonadoningizga bir manfaat olib kirsa va bu narsa sizga xonadoningizga quvonch olib kirsa, shodlik olib kirsa, sog'lik olib kirsa, bizdan baxtli inson yo'q. Kommentarlarni juda ko'p joylarda uy sharoitida sizga bormasdan turib natija olyapman. Sahrdan chiqib ketdim, o'ddimlanishdan, kayfiyatni zo'r qilish evaziga siqilishlardan, asabdan, uyqularim tinchlandi degan natijalarni eshitganda, enrus kasalligidan qutuldim. Mana shu asal bilan sedana roligimiz ham juda bir yaxshi natijalar berdi. Asal bilan sedana. Shu narsa bo'yicha ham savollar ko'p tushyapti. Shu bo'yicha natijalar ham ko'p. Ya'ni enrus kasalligidan chiqib ketganlik haqida ma'lumotlarni ko'p berishdi. Siyib qo'yish, ya'ni tunda siyib qo'yish kasalligidan keyin bu haqida savol beryapti, homiladorlarga mumkinmi deb. Homiladorlarga 4 oygacha mumkin emas asal va sedana. 4 oydan keyin iste'mol qilishi mumkin. Unda ham qanaqa? 1 piyolaga 1 osh qoshiq emas, 1 piyolaga yarim osh qoshiq qo'shgan holatda iste'mol qilish mumkin. Keyin yozishyapti, yosh bolalarning urug'ini kuydirib qo'ymaydimi sedana? Erkaklar urug'ini kuydirib qo'ymaydimi? Jigarga nojo'ya ta'sir qilmaydimi degan savollar beryapti. Ta'sir qiladi, nojo'ya ta'sir qiladi. Qachon? Agar 1 piyola asalga 1 piyola qora sedana qo'shgan holatda iste'mol qilsangiz, nojo'ya ta'sirlar berib qo'yishi, urug'ni kuydirib qo'yish holatlari yuzaga keladi. Shuning uchun 1 piyola asalga 1 osh qoshiq, yosh bolalarga esa alohida tayyorlab olinglar. Yarim osh qoshiq maydalangan sedanani 1 piyolaga qo'shgan holatda, keyin yosh bolalarga iloji boricha kichkina choy qoshiqda 1 qoshiq emas, yarim choy qoshiq berganingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, endi qarang. Asab bo'yicha ichakdagi muammolar, har xil holatlar bo'yicha ishlaymiz. Bizga tirigi bo'lsa bo'ldi. Qanaqa holatda boshdan qaytmasa, suvagimi, shumi, umurtqa pog'onami, sahrli diabetmi farqi yo'q. Insonni butun tanasini bitta vujud deb olgan holatda ishlanadi. Endi qarang.
Allergiyaga nima qilsam bo'ladi? Yoki bo'lmasa anginaga nima qilsam bo'ladi degan savollar ko'p bo'lyapti. E'tibor bering, hozir men sanab o'tib ketaman. Kimi ichaklarida muammo bo'lsa, ya'ni shamollash bo'lsa, gaymarit, angina, nafas qisishi va allergik holatlar yuzaga kelib chiqadi. Kimi o'pkasida suv yig'ilayotgan bo'lsa, o'pkadagi suvni oldirishga emas, ichakdagi shamollashni bartaraf qilishga e'tibor qarasangiz, kimda o'pkada shamollash bo'lsa, albatta ichakda ham shamollash bor. Ya'ni kalavani uchi doim ichakdan boshlanadi. Kimi yuragida shamollash bor. 100% va'da beraman, u odamda ichaklarida shamollash bor. Kimi bo'g'imlarida shamollash bor, kimi qonida, kimi boshida shamollash chiqdi, kimi turli joylarda shamollash chiqdi. 100% mana shu shamollashlarning ildizi ichakka borib taqaladi. Ichakdagi shamollashni yo'qotish uchun juda ham sodda uslublardan birini sizga o'rgatish niyatim bor. Mana shu uslub sizga juda arzonga tushadi. Juda ham arzonga tushadi, lekin yillar davomida sizni qiynagan muammolarni bartaraf qilib beradi. Birinchi yo'nalish, qarang, hech qanaqa pul sarflamasdan natija olishingiz mumkin. Qanday? Ikkala qo'lni hozir ko'rsatib beraman. Ikkala qo'lni, mana shu qo'lni o'rta barmog'ini kindikka mo'ljallagan holatda o'rnatib, mana shu holatda o'rnatib, kuniga 1 soatdan ichakka qo'lni energiyasini o'tkazasiz. 15-20 kunda ichakdagi shamollashlarning barchasi bartaraf bo'ladi. Qabziyat, ichlar yurishni boshlaydi. Bu narsani buyrakka ham qilsa bo'ladi. Buyrakdagi tuz toshlargacha parchalab beradi, shamollashni yo'qotib beradi. Bu birinchi yo'nalish. Buni ham bajaring. Endi bunga qo'shimcha qilsangiz bo'ladi. Qanday holatda? Eslab qoling. 1 osh qoshiq qo'y yog'iga 4-5 ta chesnokni donasini, 4-5 dona, 4 bosh demayapman, 4-5 dona chesnokni maydalaysiz tabletkaga o'xshatib, shuni 1 osh qo'y yog'iga qovurasiz yaxshilab. Keyin shunga 1 kosa sutni quyasiz. Shuni qaynatib ichiladi. Qachon? Och qoringa, erta tongda, och qoringa. Va bu narsa eng ko'pi 1 hafta 10 kun qilinadi. Undan oshiqcha qilmaysiz. Mana shuni o'zi yetarli bo'ladi, ichaklardagi shamollashlarni chiqarib beradi. Immunitet ko'tariladi va juda ko'p holatlarda mana ichakni ichidagi bakteriyalarni tiklab beradi. Ichini o'z-o'zidan suyulib ketishlari, ichakdagi muammolar, shamollashlar, qurtlar mana shularni bartaraf qiladi va bu gripplarni oldini olish uchun grippni oson yo'qotadi, asoratini gripp holatlaridan oson chiqarib yuboradi va o'pkadagi shamollashlarni tez bartaraf qilib beradi. Demak, mana shu narsani qo'llashingiz mumkin. Keyingisi qarang. Kiyik o'ti yoki yalpiz. Ikkalasida ham topsangiz bo'ladi. Men hozir aytayotgan narsalar qayerlarda sotiladi? Dehqon bozorlarda sotiladi. O'riqoqi, pista bodom, urug'chilik sotiladigan joylarda sotiladi. Bu narsalarning nomini yozib oling. Bu narsalar sizga hayotingizda eshitmagan bo'lishingiz mumkin bu o'simliklarni. Bu ro'yxatni olib borsiz, u joyda sizga berishadi. Ya'ni buni sotadiganlar biladi. Misol uchun kiyik o'ti. Kiyik o'tini ko'pchilik eshitgan, lekin ko'rmagan bo'lishi mumkin. Kiyik o'ti o'sha dehqon bozorlarida, urug'chiliklarda albatta sotiladi. Yoki yalpiz. Mana shuni 1 stakan suvga choy damlagandaqa damlab yotishdan oldin ichiladi. Bu uyquni yaxshilab beradi, asablarni tinchlantirib beradi. Misol uchun bundan oldin aytgan yo'nalish bilan, ya'ni qo'y yog'i, chestok va sutni qaynatib ichish bilan mana shu ikkalasini baravar qilsangiz bo'ladi. Bular bir-biriga hech qanaqa reaksiya bermaydi. Xo'p. Endi qarang. Sizga hozir men yaxshi bir, juda zo'r samara berayotgan yo'nalishni aytaman. Qonda, kimda qonida tromb bor. Mana misol uchun yurakka tromb yaqinlashib bo'lgan, yurakka stent qo'yish kerak. Baraka topkunlar, stent qo'yasiz. 1 marta qo'yganingiz bilan qutulmaysiz. 1 marta stent qo'ydirgan odam doimiy ixtiyoriy majburiy tabletkaga o'tiradi. Chunki har doim qonni suyultiradigan tabletka ichib yurish kerak. Chunki ovqatlanish ratsionlarimiz har xil. Tasodifan siz qoningizni qo'yilashadigan narsalarni iste'mol qilib bo'lganingizda, u stentga og'irlik keladi, yana yurakda muammolar boshlanadi. Biz o'zimiz mana shu ish tajribamizda guvoh bo'ldik. 7-8 marotaba stent qo'ydirganlar bilan, bitta joyga emas, har xil joylarga. 1 marta stent qo'yildi degani bu qutuldingiz degani emas. Yurakdagi tromblarni bemalol yo'qotib beryapti shu narsa. Misol uchun kimda yurak yetishmovchiligi, qon tozalash, tromblar, oshqozon, ichaklarda muammosi borlar uchun hozir bir retsept beraman. 1 litr asalga, toza asalga, 1 litr toza asalga 4-5 bosh, endi tushunib oling, 4-5 dona demayapman. 4-5 bosh chesnokni maydalaysiz. Maydalab solinadi. Unga 2 ta limonni maydalab turib solasiz. Mana shuni 2 mahal ovqatdan yarim soat oldin ichiladi. Allergik holatlar.
nafas yo'llarida muammosi borlar, papillomasi borlar, papilloma. Mana shu holatlarga nimalarni buyurish mumkin? Eslab qoling. Imbir 50 gram, imbir. Bu zanjabil degani. Imbir, zanjabil ikkovi bitta narsa. 50 gram, dolchin 50 gram, kurkuma 50 gram, bir piyola asalga aralashtirib, ertalab och qoringa bir choy qoshiqni bir stakan issiq suvga solib ichiladi. Hop, mana shu allergik holatlarni bartaraf qiladi. Lekin bir narsa, boshida o'sha bir qoshiq qo'y yog'iga 4-5 dona chestovni maydalab, bir kosa sut bilan ichasizku. Ya'ni mana shu ichak holatlari allergik holatlarga sabab bo'ladi. Bu narsani o'sha boshida aytganim bilan birga qiladigan bo'lsangiz, natija yana ham yaxshilanadi, tezlashadi. Hop. Yana ketdik. Oshqozon ichak muammolari, immun tizimini yo'lga qo'yish, ya'ni immunitetni ko'tarish, parazitlar, ya'ni me'da qurtlari, suyaklarni mustahkamlashga nimalar mumkin? Nimalarni qo'llasangiz bo'ladi? Eslab qoling, bir piyola asalga bir osh qoshiq sedana, qora zira, bir osh qoshiq eritilgan mo'miyo. Mo'miyoni bitta piyolaga maydalab solib, iliq suv quyib aylantirasiz qoshiqchada. To erib olgandan keyin mana shu eritmani bir osh qoshiq qo'shasiz. Qaytadan aytaman, bir piyola asalga bir osh qoshiq qora sedana, bir osh qoshiq qora zira, bir osh qoshiq eritilgan mo'miyoni yarim piyola zaytun bilan o'sha asalga solib aralashtirib, sahar 3 bilan 5 ta oralig'ida bir choy qoshiq ichiladi. Mana shu qorishma oshqozon ichak muammolarini bartaraf qilib beradi, immunitetni ko'tarib beradi, parazitlarni yo'qotadi, tushirib beradi, o'ldirmaydi, tushirib beradi, suyaklarni mustahkamlanishiga yordam beradi. Men bu narsalarni shunaqa ilinyapmanki sizlarga, sababi bu holatlar juda ham yaxshi samara beradi. Bir gap aytaymi? Millionlab pul cho'ntagingizda qolishini xohlayapman. Millionlab so'mma xonadoningizga dori darmon uchun emas, o'sha xonadoninizdagi kamchiliklar, o'sha to'ylar, o'sha mebellar, o'sha boshqa bir yaxshi bir niyatlaringizga ishlanishini xohlayapman. Shuning uchun shu narsalarni sizlarga, ya'ni ilindim, shu narsalarni yetkazishni xohlarim. Xo'p, endi qarang, oxirgi paytda shunaqa zo'r natija bo'lyapti. Buyrak yetishmovchiligi bo'yicha juda ko'p inson kelyapti. Bitta shu buxorolik qizimiz dializdan chiqib ketgandan keyin shu narsa internetda ketib qoldi. O'zi shundan keyin ko'payib ketdi. Dializchilar ko'p kelyapti. Hozir ham pashti 15% bemorimiz o'sha dializ bilan kelganlar. Allohga shukr, shunaqa zo'r natijalar bo'lyapti. 2 yillab peshob kelmagan ayol bir kunda 3 mahaldan peshob kelishni boshladi. Va misol uchun mana 3 kunda bir dializ oladi. 3-kuni agar dializ olmasa, kechasi bilan nafas qisib uxlamaydiganlar 5-6 kungacha dializsiz zo'r holatda yuribdi. O'zimiz majbur qilyapmiz, birdaniga dializdan chiqib ketish mumkin emas. Dializ sizga dializ berayotgan mutaxassisni o'zi muddatni uzaytirish kerak deb tushuntirgan holatda ularni dializga o'zimiz jo'natyapmiz. O'zlariga qolsa bormaydigan darajada. Lekin zo'r yutug'i har dializning o'rtasida ular yuk bilan borishadi, ya'ni kilo qo'shib boriladi. Kilo nima degani? Ya'ni oshiqcha badanda sidik to'planadi. Buyrak ishlamaganligi uchun. Shu 3 kilogacha sidik bilan boradiganlar 1 kilo 200 bilan bordi. Ya'ni eng qizig'i dializ bilan dializning muddati uzaygan va kilo kamaygan. Bu zo'r natija. Eng qiziq joylarini aytaman. Juda ko'pchiligi bizga kelmasdan turib natija o'zgardi. Kim dializ oladi? Kimda buyrak, jigar muammolari bor? Misol uchun jigar kasalliklari, gepatit, o'sha sirroz pechin, o'sha qorinda suv yig'ilishi, o'pkada suv yig'ilishi, buyrakni yaxshi ishlamasligi, buyrak qurib qolish holatlarida hozir yuqorida aytgan holatlarim. Eslataman yana dializchilarga nimalarni buyurishni. O'sha chesnok qo'y yog'iga qovurib sut bilan ichish bu. Keyingisi, ana va 1 litr asalga 4-5 bosh chesnokni maydalab turib, 2 ta limonni qo'shib turib, buni qancha ichiladi? Bu tugaguncha ichiladi. O'sha 1 litr asal tugaguncha ichiladi. Hop, o'sha narsa va yana keyingisi, eng asosiysi, qarang. Bu damlamalar qonni tozalab beradi.
kreatin miqdorini tushirib beradi. Misol uchun 1,5 ming kreatin bilan kelganlarni ko'ryapmiz. O'zi norma 115 bo'ladi o'shalarda. 115 toniga 1,5 ming, ya'ni 10-15 barobar baland kreatin, ya'ni qonda zahar o'ta kuchli. Bu degani yurakka juda katta nagruzka tushadi. Kreatinni pasaytirishga, jigar fermentlarini normallashtirishga ichiladi. Keyin revmatizm, artriti bemorlarga ham keyin buyrak o'tdagi toshlarni yaxshi parchalab eritib beradi. Demak, o'tda toshi borlar, jigar kasallari, buyrak yetishmovchiligi, qorataloq kasalligi, davleniya, sahrli diabet, bir gap bilan aytganda tirik jon borki, buni ichsa bo'ladi. Ya'ni o'zini holatini yaxshilash uchun. Sizlarga bitta maslahat beraman, buni ichishdan oldin bitta selfie qilib qo'yinglar, ranginglarni. Tiniq, ochiq havoda olib qo'yinglar. Bir haftadan keyin yoki 10 kundan keyin yana bitta selfie qilib solishtiringlar. Birinchi bo'lib rangingiz o'ta tiniqlashadi. Keyin e'tibor bering peshobning miqdoriga. Peshobning holatlari yaxshilanishni boshlaydi. Xo'p, nima bular? Lapuh ildizi. Bularni hammasini o'sha sotuvchilar biladi. Sizlar eshitmagan bo'lishingiz mumkin. Shunchaki buni hozir ekranga chiqarib beradi. Yozib olingda, o'sha urug'chilikka borib surishtirsanglar, topsanglar bo'ladi. Dehqon bozorlarida hammasida bor bular. Lapuh ildizi, adovanchik, krapiva, shipovnik, besmertnik, chistotel, turki quyruq. Turki quyruq pillaga o'xshagan bo'ladi. Turki quyruq, zig'ir urug'i, rastarovsha, helba urug'i, hammasidan bulardan xuddi haligi choydamda aytganda qo'lingizda quruqcha olib solasiz-ku. Hammasidan shunaqa maydalanganini olasiz yoki bularni olib maydalab olasiz. Havonchada yaxshidan maydalab olasiz. Hammasidan quruqcha solgandaqa solasiz. Turki quyruq pillaga o'xshagan bo'ladi. Uni 15 donagacha sanab solasiz. Mana shuni nonushtadan 2 soat keyin yarim litr suvga qaynatib issiq holatda ichiladi. Agar mana shuni ichish jarayonida achchiqlik qilsa, nimtadir mazasini o'zgartirgan asal yoki ozgina nova solasiz. Mana shuni ichasiz. Buni nimaga nonushtadan 2 soat keyinga aytilyapti? Bu 4-5 marta, ya'ni oshiqcha peshob haydab beradi. Kechasi yotishdan oldin ichsangiz bezovta bo'lishlik ko'payib qoladi. Mana shularni iching. Buyraklarda, jigarda, o'tdagi tosh, buyrak tuz toshlarda, sahrli diabet, davleniya kasalliklarida qanaqa yengillashganini Alloh xohlasa, o'zingizlar guvoh bo'lasiz. Bularni shunaqa ilinyapmanki, xonadoningizga shunaqa bir shifo kelishini Allohdan so'rayapmanki, siz ham mana shu hammasini Allohdan so'ragan holatda ixlos bilan ichsangiz, Xudo xolasa yaxshi natijalar bo'ladi. Eslab qoling, har bitta gapimizni gapirayotgan paytda sizdan manfaat kutmagan holatda, faqat sizlarga manfaat ilingan holatda aytyapmiz. O'tkirga kelishga oshiqmang. G'oliblar sanatoriyasiga kelib yotishga oshiqmang. Imkon qadar bizga pul sarflamasdan mana shularni uyda bajargan holatda sog'lig'inglarni tiklasanglar, nur ustiga nur, bizni ko'rgani keling. Aytganlaringni uyda qilib yosharib ketdim. Shu bir rahmat aytgani keldim, bir piyola choy ichgani keldim. Shunaqa bir niyatlarda qidirib keling. Davolanish maqsadida, yotish maqsadida kelmasangiz, bizni yana ham xursand bo'lamiz. Rostdan kasallar tezroq tugasin. Boshqa g'oyalar bor, ulgurmayapmiz. Bog'cha ochamiz, maktab ochamiz deb karillab bo'lganmiz. Kasal ko'pligidan uyga borishga qo'l tegmay qolyapti. Eplana olmay qolyapmiz. Keyin yana bir kasalliklarga hozir yaxshi natija beradigan bir retseptni aytib o'tib ketaman. Bularni qo'shimcha holatda ichsa bo'ladi. Qo'shimcha holatda yoki hozir aytganlarimga qo'shsa bo'ladi. Yo'q, qo'shmasini alohida buni boshqa vaqtda mana shularni qatoriga qo'shsa bo'ladi. Kimlar suyak yemilish kasalligi nihoyatda ko'payib ketdi. Qo'ymuch, tizza, tos suyak, umurtqada yemilish kasalliklar bilan kelayotgan bemorlar bor. Eng achinarlisi 3-4-bosqichdagilar kelib olyapti. Rosa vaqt ko'p ketadi, qiyin ketib qoladi. Shularga uy sharoitida yengillatadigan narsa. Zig'ir urug'ini 2 osh qoshig'ini har kuni alohida maydalab, obeddan keyin och qoringa 2 stakan suvga qaynatib ichiladi. Eng kami 1 oydan 6 oygacha ichiladi. Yana qaytaraman. Zig'ir urug'ini 2 osh qoshig'ini har kuni alohida maydalab, obeddan keyin och qoringa 2 stakan suvga qaynatib ichiladi. Eng kami 1 oydan 6 oygacha. Alloh hammamizga yengillik bersin, shifo bersin. Keyin yana bir narsani ilinyapman sizlarga. Kimlar peshob tutolmaydi? Peshob tutolmaydiganlar bo'lsa, xo'p, misol uchun mana shoshib qoladi, peshob chiqib ketib qoladi, ushlay olmaydi. Ya'ni o'sha
qovurdi mushaklari bo'shab ketgan. Ko'proq bu yoshi kattalarda bo'ladi, keyin shamollashi baland insonda bo'ladi. Misol uchun shamollashi baland insonda yosh tanlanmaydi. Yoshlarda ham bo'lishi mumkin bu narsa. Ko'proq tug'ruqdan keyingi holatlarda ayollarda uchraydi. Hozir men sizlarga jinni madaniyatsizlarcha tushuncha beraman. Madaniyatda yuzni shunday sidirib qo'ygan holatda, lekin xudo xolasa bu sizlarga juda manfaatli bo'ladi. Sizlarga bir savol bermoqchi edim. Mana kechasi 3-4 marta peshobga chiqadiganlar, hech bo'lmasa 1 marta, 2 marta uyqudan bezovta bo'lib peshobga chiqadiganlar yoki peshobga chiqadi, peshob tushadi, unaqa ko'p tushmaydi, ozgina tushadi. Keyin peshobda oxirida siydik qopida siydik qolib ketgandek his qiladi o'zida. Ya'ni mazza qilmaydi. Ya'ni hojatga chiqib, mana o'zi hojat degani hojati chiqish degani-da, hojati chiqib yayramaydi. Ya'ni chala bo'ladi shu narsa. Siydik tuta olmaslik, tez peshobga borish. Ishonasizmi? Agar joyini joyiga qo'yib bajarsangiz, bir kunda foyda ko'rasiz. Bir kunda. Bu prostata bezlariga, o'sha sistit, shamollash, ayollarda chaqmazak, shunaqa narsalar hammasini bartaraf qilib beradi. Shuni hozir men sizga tushuntirib beraman. Qarang, siydik ushlovchi mushak bor. Hammamizda ham siydigimizni chiqarib olmasdan ushlab turadigan mushak bor. Buni men ko'z oldingizga keltirish uchun bir epizod qilib beraman, qarang. Mana qog'oz peshobga to'lgan, shoshib ketyapsiz hojatxonaga. Hojatxona eshigini shunday sho'rsiz ichkarida bir dedi. Qaysi mushak bilan ushlab turishga urinasiz? O'sha hojatxonadan odam chiqib ketguncha qaysi mushakni ishlatasiz? O'sha mushakni eslang. Endi o'sha mushakni tortib qo'yib yuborasiz, ya'ni qisib qo'yib yuborasiz. Qanday ritmda eslab qoling. 1 tortasiz, 2 bo'shatasiz. 3 tortasiz, 4 bo'shatasiz. Mana shu ritmda 40 marta qilasiz. Ya'ni 1 2 3 4. Buni tushuntirsak, bir ayol tushunib olibdi. Endi men qo'lda bunday qilib ko'rsatib beryapti. Endi jinsiy asal ko'rsatib berilmaydi. Ming bor uzr. Shunaqa qilib tushuntirsa, bir ayol tushundiki, qo'lda shunaqa qilsam yaxshi bo'lib ketaman degan o'y kelibdi. Bu qo'liga e'tibor bermang. Men buni tushuntirish maqsadida ishlatyapman qo'lni. Ya'ni o'sha siydik mushagini 1 tortasiz, 2 qo'yib yuborasiz. 3 tortasiz, 4 qo'yib yuborasiz. Bu sekin ritm. 40 marta, sirazi 40 marta tugagandan keyin tez ritmda ishlatasiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu ham 40 marta. Bu siydik ushlovchi mushak uchun mo'ljallangan mashq. Endi buni ikkinchisi bor. Ikkalasini baravar qilasiz. Endi siydik ushlovchi mushakka e'tibor qaratganingizda, oldi siydik ushlovchi mushaklar 70%, orqa anal teshik 30% ishlaydi. Ya'ni shuni teskarisi. Endi orqa anal teshikka e'tibor qaratasiz. Nega orqa anal teshik? Xitoy meditsinasini o'rganayotgan vaqtimda bir sistemaga, bir uslubga guvoh bo'lgandik. Ya'ni qo'lga perchatka tiqib, orqa anal teshikdan qo'l tiqiladida, ezib 3 kunda prostatani yo'q qilib yuboradi. Mana kechasi bilan peshobga qatnayotganlar boshqalar mana shu massajdan keyin 3 kundan keyin bu holatdan qutuladi. Lekin qo'lga perchatkani taqib, orqa anal teshikdan tiqib prostata bezini massaj qilish bu islom dinida harom hisoblanadi. Shuni halol yo'li bor. Hech kimga ko'rinmaysiz, hech kimga ko'rsatmaysiz avratni. Mana shu orqa anal teshik. Qarang, orqa anal teshikni mana shu ritmda ishlatasiz. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ya'ni sekin ritm ham 40 marta, tez ritm 40 marta. Demak, mana shu 4 xil holat. Bir ikkitasi siydik qopiga mo'ljallangan sekin ritmda 40 marta, tez ritmda 40 marta. Keyingisi orqa anal teshikka 40 marta sekin tortib qo'yib yuborasiz. Keyin 40 marta, keyin tez ritmda 40 marta tortib qo'yib yuborasiz. Mana shu bir podxod hisoblanadi. Mana shuni 3 mahal bajarasiz. Birinchi kundan agar sizda natija bo'lmasa, endi garantiya degan keladi-yu. Garantiya deysiz bilan Allohga xush kelmay qoladi, bo'ladigan sham orqaga ketadi. Agar bir kunda natija bo'lmasa, qulog'im kesib bo'yningizga ilib qo'yaman esdalikka. Mana shu quloqda ko'pchilikka va'da berganman joyida turibdi. Hazil albatta hammasi, lekin xudo xolasa chin. Ya'ni qanday? Mana shuni mazza qilib bajaring. Yoshingizni farqi yo'q. Tirik bo'lsangiz bo'ldi, effekt beradi. Faqat buni tortayotgan paytda, ya'ni sanog'ini kam qilmang. Ya'ni 40 martadan kam bo'lmasin. Mana shu ritmini to'g'rilab bajaring. Lekin tumtayib olib, bujmayib olib bajarmang. Ozgina kayfiyatni ko'tarib, emotsiyada bajarsangiz natija tezlashadi. Alloh xonadoningizga bir xayr berishini, barokat berishini tilagan holatda shu narsalarni sizlarga ilinyapman. Hozir
Yana bir narsa. Hop, bir savol bergan ekan, shu savolga javob berib o'tkazaman. Assalomu alaykum, O'tkir aka, qizchami ichi qotadi. 3-4 kunda qiyin, yig'lab qiladi. Ya'ni axlatni. Yoshi 1,5 oylik. Qarang, 1,5 oylik chaqaloq. Nima tavsiya berasiz, iltimos? Sizni Tojikistondan kuzataman. Agar birorta gaplarni chala yozgan bo'lsam, uzr. Qarang, 1,5 yashardi. 1,5 oylik deyapti. 1,5 oylik bola. 1,5 oylik bola menimcha emiziklik bo'ladi. Xo'p, men to'g'ri yo'nalish berishga urinib ko'raman. Yosh bolalar bilan ishlamayman. Men faqat kattalarni mutaxassisman. O'zimning bolalarim ham yaxshi bir mutaxassisim bor. Detskiy shunga ko'rsataman. Agar mabodo mazasi qochib qolsa. Yosh bolalarga maslahat bermayman. Men maslahat bergan bo'lardimki, emiziklik bolalarda ich qotyaptimi? Demak, buni onasida qabziyat bor. Demak, onasi mana shu tepada yuqorida aytganlarimni barchasini bajarsin. Birinchisi, qo'lda energiyasini soatlab qoringa o'tkazish. Endi mana bolachada, ya'ni ayolni ichlari ravon yurishni boshlashi bilan qabziyat o'z-o'zidan yo'q qiladi. Endi ekstremniy holatlarda nima qilasiz? Agar yosh bolada shunaqa ichki kelmasdan qiynalyapti. Haligi quloqni tozalaydigan lopchik bor-ku, shunda quloqni kirini olib, orqa anal teshikdan tiqing. 30 sekundga bormaydi. Axlat otilib chiqib ketadi. Hech qanaqa salbiy tarafi yo'q. O'zini qulog'ini kiri bo'lish shart emas. O'zizniki ham bo'ladi. Farqi yo'q. Quloqni kiri ichini o'ta tez chiqarib beradi. Ko'pchiliklar glitserin qiladi, boshqa qiladi. Buni ham bir marta, ikki marta qilsangiz yaxshi. Doimiy qiladigan bo'lsangiz zarar keltiradi. Kimdir klizma qiladi, kimdir svicha tiqadi. Bularni hammasini qanchadir muddatdan keyin zarari bo'ladi. Yo'g'oncha faoliyatini ishdan chiqishiga sabab bo'lib qoladi. Ichaklarning cho'zilishiga sabab bo'lib qoladi. Quloqni kiri eslab qoling, bolachalarni ichini shu qatib olib keltira olmasdan yig'layotgan bolachalarga ichini juda oson, juda yaxshi chiqarib beradi. Xo'p, keyin achchiq tarvuz suvi bor. Kimdir eshitgan, kimdir eshitmagan. Abu Jahl desiz ko'rinadi. Abu Jahl tarvuzi desiz, internetda desiz chiqadi. Kichkina u lechebniy tarvuz hisoblanadi, uni yeb bo'lmaydi, achchiq hisoblanadi. Shuni suvini olinglar. Eslatma, kimi o'tida, buyragida tosh bo'lsa, achchiq tarvuz suvini ichishi mumkin emas. U sirazi toshni chiqarishga urinadi, tiqilib qolish xavflari bor. Lekin kimdir buyragida, mana bugun men internetda bitta bolakayni ko'rdim, 3 marta operatsiya o'tkazgan, buyragidan tosh ko'chib, sidi yo'liga tiqilib qolgan. 3 marta operatsiya o'tkazgan, bir o'limdan qaytgan. Mana shu achchiq tarvuz suvini 2 osh qoshiq ovqatdan 2 soat keyin bitta ichirib olsa, bir martada chiqarib bergan bo'lardi. Agar kimdadir o'tida tosh siljib qolgan, buyragidan tosh siljib sidi yo'llarga turib qolgan bo'lsa, achchiq tarvuz suvini 2 osh qoshiq bitta piyolaga qo'yasiz. Ozgina bitta piyolaga iliq suv quyib oling, chunki achchiq bo'ladi, orqasidan ichib olgani. Shuni bir iching, orqasidan og'zi chayqagani 2 ho'plan suv iching, bir piyola ichib olmang. Tarvuzni nimasini, dozasini kamaytirib qo'yadi suvni. Sidik yo'llarini, o't yo'lini shuncha kengaytirib beradi, tiqilgan tosh osongina chiqib ketadi. Endi hop, hozir yuqorida bir damlamalarni aytdim. O'tdagi toshlarni, buyrakdagi toshlarni maydalab beradi deb aytdim. Agar kimdir buyragida o'tida tosh bo'lsa, mana shu damlamani 10 kun ichganidan so'ng achchiq tarvuz suvini 2 osh qoshiqdan 2 mahal ovqatdan keyin iste'mol qilsin. Ulu toshlar, bu 10 kunning ichida toshlarni maydalab beradi. Achchiq tarvuz shuni toshlarni, ya'ni o't yo'lidan ichakka, buyrakdan sidik kopaga shunday chiqarib, sidik yo'llarni kengaytirib, osongina qutulasiz. Yana bir muammo, savollar tushyapti. Varikozga yuqorida aytgan, hali tulki quyrug'i aralashgan, tulki quyrug'i, krapi va shipovniy deb gapirgan damlamalar o'zi yaxshi effekt beradi. Keyin sustavniy gimnastikalar bilan ham shug'ullansin. Internetda sustavniy gimnastika desa, roliklar chiqadi. 32 minutlik, 30 minutlik roliklar chiqadi. Shulardan foydalansin. Keyin toksikoz bo'yicha savol berishyapti. Toksikozga nima qilsa toksikoz to'xtaydi? Yantoq bilan shipovniyni olib, yarim litr suvga qaynatib, issiq holatda nonushtadan 2 soat keyin ichadi. Toksikozni shu bartaraf qilib beradi. Keyin yana bir ma'lumot bermoqchiman sizlarga. Dub daraxti degan daraxt bor. Dub daraxti deyiladi. Internetdan qiziqsanglar chiqadi. Dub daraxti. Qon ketish, me'da, bavosil kasalliklari, oyoqlar terlaganda qaynatmasini 3 mahal 50 grammdan ichilsa va surtib bog'lansa foyda beradi. Bavosil bu gemoroy.
kana kunjut degan o'simlik bor. Kana kunjut deb beradi. Kanachaga o'xshaydi bu narsa. Ba'zi bir nimalarda, kitoblarda kuna kunjut deb beradi. Ba'zi bir manbalarda kuna kunjut yog'i deyiladi. Ya'ni kuna kunjut deydi. Ba'zi xalq tilida kana kunjut deb beradi. Bu salqin berish maqsadida uydagi hovlilarga ham ekiladi. O'sha yog'i, shuni yog'i temiratki teri kasalliklari, lekin bachadon yopishib qolganda orqa anal teshik yaralariga, ya'ni gemorroid kasalliklari va yaralarga, issiq shishlarga, ya'ni issiq holatda shishlarga surtilsa foyda qiladi. Juda yaxshi foyda qiladi. 3 mahal 3 osh qoshiqdan ichilsa ichini yurgizadi. Qorindagi qurtlarni chiqarib yuboradi, ya'ni ichaklardagi parazitlarni chiqaradi. Chipqon, gemorroid va boshqa yaralarga surtilganda juda yaxshi natija beradi. Sunbula eng yaxshi ko'rgan o'simliklarimdan biri sunbula. Sunbulani asaliga aralashtirib olsangiz bo'ladi. Xo'p, sunbulani ildizini qaynatmasa bachadondan qon ketishini yo'qotadi. 3 mahal 50 gramdan damlab ichiladi. Stakanga damlab ichilsa qon ketish, mana bachadon qon ketish, mioma kasalliklari, qon ketishlar, hokazo holatlar, faqat miomada emas, boshqa holatlarda ham qon ketish holatlari bo'ladi. Shularni bartaraf qilib beradi. Talqonni sog' suv bilan ichilsa, talqonni og'izga solib, sog' suv bilan ichilsa, ko'ngil aynish, qusishni yo'qotadi. Mana ko'pchilikda ko'ngil aynish, qusish holatlari ko'p. Hop, bachadondagi shishlarga foyda qiladi ichilganda. Hop, me'da achishini bosadi. Me'da achish degan jig'ildon qaynashi. Uzum sharbati qo'shib ichilsa, tomoq og'riqlariga yaxshi effekt beradi. Qaynatmasa me'da tiqilmalarini ochadi. Ya'ni muskullarni baquvvat qiladi va sariq kasalligiga foyda beradi. Sunbulani yana bitta zo'r tomoni, spermani ko'paytirib beradi. Mana urug' foizi past, kimdir befarzand bo'lyapti. Mana shuni teppa-teng bir piyola asalga masalan 2 osh qoshiq maydalangan kukunini aralashtirib olib, shuni kichkina choy qoshiqda och qoringa ertalab kechqurun 2 mahal ichsa bo'ladi. O'zi bir marta ichganda o'zi oshqozon ichalarini qizdirib bildiradi. Lekin bu aytilgan narsalar shu darajada effekt beradiki, isitma chiqaradi. Qo'rqib ketmanglar. Isitma chiqarganda isitmani dori bilan tushirishga urinmanglar. Isitma o'z holida tushishi kerak. Bu haqida o'ta ko'p gapirganman boshqa roliklarda. Faqat bemorlarni bilan chiqqan roliklarimiz ko'pdir. Qana davolaydigan savollarni, bu kim degan savollarni ko'p beryapti. Shu kanalga kirib faqat o'zim gapirgan roliklarni ko'rsanglar, juda ko'p narsalarni manfaatli qilib gapirib berilgan. Shularni bitta qalam, ruchka bilan yozib olib, o'zingizlar uchun saqlanib qilib ishlatinglar. Doktorlarga, asotiylarga pul sarflamasdan shifo topish yo'llari juda ko'p aytilgan. Sunbulani mana shu urug' foizi pastlar doimiy iste'mol qilsin. Keyin bularga mana bu sidik ushlovchi mushak bilan orqa anal teshik mashqlarini ham tavsiya qilaman. Bu mashqlar jinsiy quvvatni ham, ya'ni oshirib beradi, ko'tarib beradi. Buni ham o'sha holatlarga foydasi bor. Keyin dolchinni bilasizlar, dolchin. Sirka qo'shib qaynatib dog'larga, sutli toshmalar va sepkalarga surtilsa, 15 kun ichida yaxshi natija qilib beradi. Dolchinni talqonini sog' suv bilan ichilsa, ko'ngil aynishi qoladi, xuddi talqonga o'xshab. Talqonini, ya'ni dolchinni talqonini 3 mahal 1 choy qoshiqdan kap otib ichilsa, yo'tal qoladi. Kishini xursand qiladi, ko'krakdagi chiqindilarni chiqaradi. Ya'ni bezlarni, xiltlarni, ya'ni ko'krakdan chiqarib yuboradi. Bu ko'proq ayollarga, ya'ni tegishli bo'lgan kasalliklardan biri. Bachadon, buyrak va ishiqlarga foyda beradi. Jigar kasalliklarida yaxshi effekt beradi, ya'ni kap otib yurilganda. Hozir hayolimga kelgan, ya'ni kallamga kelgan hamma maslahatlarni berdim, imkoni qadar oson tushuntirishga urindim. Agar sizni qanaqadir bir og'irligingizga, bir dardingizga malham bo'lib qolsa, mana shu roligimiz tufayli xonadoningizga bir xursandchilik kirib qolsa, bilingki biz bag'oyat xursandmiz. Fikrlarni kommentariyada kutaman. Sizlarga qanaqa bir manfaatli bo'lyapti yoki bir yana qanaqadir bir savollar bormi, shularni hammasini kommentariyada qoldirsanglar, unga qarab turib keyingi safar roliklarni, ya'ni shu dasturini shunga qarab tuzamiz, xudo xolasa. Keyin hozir mana bu kasallikchi deb turgan savol beradiganlar bor. Tushuninglar, kasallik ko'pligidan miya achib ketyapti, nomlari esdan chiqib qolyapti. Hozir men rolikni diqqat bilan ko'rsanglar, hamma ichishi mumkin bularni. Ya'ni tirik jon borki ichsa bo'ladi deb berganlarimni bemalol qo'llasanglar bo'ladi. Keyin eslab qolinglar, kimdadir mana gaymarit, nafas yo'llarida, shilliq qavatlarda muammo bor, angina, astma bor. Demak, ichak holati yaxshilansa shu yo'qoladi.
Kimda ko'zni qisib turib qissa tiniq ko'rinadi, katta ochganda xira ko'rinyapti. Demak, bu jigardan. Demak, ichakni holati yaxshilangan sari jigarda yengillik bo'ladi. Demak, ularni bir-biriga qo'shgan holatda. Demoqchi bo'layotganim, har bitta kasallikni sanaganingizda biz uni kelib chiqish organiga nimadir yozib bergan bo'lamiz. Shuning uchun ichakda holatlarni yaxshilang yoki mana holatlarni yaxshilang deb bergan narsalarimizni iste'mol qilishni boshlang. Kalavani uchi ichakdan boshlanadi. Kimi boshi og'risa, boshida shovqin bor, ichakdan qidirsin. Kimi ishtahalari yaxshi emas, ozib ketyapti, ichakdan qidirsin. Kimda qonda infeksiya bor, virus bor, kimda qichishlar, bir toshma-tosh muammolar bor, ichakdan qidirsin. Demoqchi bo'layotganim, ichak holatini yaxshilasangiz, sizni qiynayotgan muammolardan 70-80% dan forig' bo'lasiz. Alloh hammalarga shifo bersin, xonadonlarga bir xursandchilik, totuvlik olib kelsin, qalblarga halovatni hech qachon uzmasin. Faqat yaxshi suhbatlarda ko'rishlik nasib qilsin. Kasallik haqidagi suhbatlarimiz tugasin. Unib o'stiradigan, bir muvaffaqiyatga eltuvchi bir suhbatlarda, jonli tarzlarda, mana shunday onlayn holatlarda diydorlash nasib qilsin. Omon bo'ling, tinch bo'ling, hammalarni yaxshi ko'raman. Keyingi safar ko'rishguncha.